Avvalambor assalomu alaykum bizni aziz kuzatuvchilar. Bugun biz xodimlarimiz bilan mantiqiy savollar o'yinini o'ynaymiz. Ko'ramiz, qay darajada ular topa olishar ekan. Bo'lmasa biz boshladik. Sizga hozir qiziqarli savollar beramiz. Javob bersangiz maxsus sovg'alarimiz bor. Shu maxsus sovg'alarimizni sizga topshiramiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Birinchi savolim. Hamma oy 30-31 dan qaytadi. Qaysi oyda 28 bor? Fevralda. Fevral. Noto'g'ri javob edi. Hamma oyda 28 bor. Uzr. Hamma oyda. Fevral oyida. Hamma oyda 28 bor. Fevral oyida. Hamma oyda. Barcha oyda. Javobingiz to'g'ri. Har oyda. Hamma oyda. Hamma oyda. Hamma 28 bor. Javobingiz to'g'ri. Ikkinchi savolim. Sherlock Holmes bu to'qima obrazmi yoki real hayotda yashab o'tgan insonmi? Yo'q, to'qima. To'qima Agatha Christie. Sherlock Holmes u ismi boshqacha, lekin u kitoblari bor-da, lekin ismi nimasi boshqacha. Ism sharifi masalan. Menimcha real hayotda o'zi kerak. Это просто персонаж из романа. Adashmasam, yashab o'tgan real hayotda. To'qima obraz mifda bo'ldi. Adashmasam, real hayotda yashamagan. To'qima bor biz. Hayotda yashab o'tgan Sherlock Holmes. To'qima obraz. To'qima obraz. To'qima obraz. Javobingizni qabul qilamiz va to'g'ri javob berdingiz. Yo'q, to'qima obraz. Artur Kondelni nima qilgan? Sir. Aha. Qonunda javobingiz to'g'ri. Qaysi payt bir qo'limiz bilan filni ko'tara olamiz? Hech qachon. Shaxmatda. Javobingiz to'g'ri. Qaysi holatda bir qo'limiz bilan filni ko'tara olamiz? Hech qaysi holatda ko'tara olmasak kerak. Shaxmat o'ynaganda? Javobingiz to'g'ri. Menimcha shaxmat figura bo'lsa kerak. Javobingiz to'g'ri. Shaxmat o'ynab turganda. Javobingiz to'g'ri edi. O'yinchoq film. Dunyo bo'yicha, maydoni bo'yicha eng katta mol qayerda joylashgan? Toshkent bo'lsa kerak. Dubaydagi biznes savdo markazi bo'lishi kerak, menimcha. Nomini bilasizmi? Dubay Mall. Dubay mal. Amerikada qo'y qalay. Dubayda bor, Eronda bor. Manimcha Eron bo'lsa kerak. Dubay Mall bo'lsa kerak deb o'ylayman. В Арабских Эмиратах. Javobingiz xato. Moskva bo'lsa kerak. Yoki Dubay. Moskva yoki Dubayda. Hech qayerda. Eng kattasi Iron mol adashmasam. Javobingiz to'g'ri. Saudiya Arabistonida nechta daryo bor? Saudiya Arabiston daryo yo'q. Yo'q, daryo. Daryolar yo'q. Daryo yo'q Saudiya Arabistonida. Bo'lmasa kerak daryo. Yo'q. Javobingiz to'g'ri. Saudiya Arabistonida daryo yo'q. Bitta. Saudiya Arabistonida menimcha daryo yo'q. Javobingiz to'g'ri. Men hamma savollarga to'g'ri javob berganingiz uchun sizga maxsus sovg'amizni topshiramiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Sog' salomat bo'ling. Sizga rivoj. Rahmat. Charchamaylasizlar. Yomg'ir payti qarg'a qaysi daraxtga qo'nadi? Yomg'irda aloqasi yo'q. Qaysi daraxt bo'lsa ham qo'naveradi qarg'a. Yong'oq bo'lsa kerak. Qarg'a yomg'irda qaysi daraxtga qo'nadi? Hamma daraxt. O'lik daraxtga qo'nmaydi. Javobingiz to'g'ri. Oxirgi savolga yetib keldik. Diqqatli bo'lishingizni talab qilamiz. Rahmat. Nimaning patlari bor-u, qanotlari yo'q? Yostiq bo'lsa kerak. Javobingiz to'g'ri edi. Va siz barcha savollarga to'g'ri javob berganingiz uchun maxsus sovg'amizni topshiramiz. Mana marhamat. Sovg'amizni qabul qiling. Oxirgi savol. Nima ko'payadi-yu, lekin kamaymaydi? Vaqt ko'payib ketaveradi. Yil bo'lsa kerak unda. Javobingizni qabul qilamiz va siz to'g'ri javob berdingiz. Bu yoshida, yosh vaqt bilan taqqoslaganda ikkalasi deyarli bir xil narsa. Demak, savolimizga hammasi javob berganingiz uchun maxsus sovg'alarimizni topshiramiz. Berilgan 5 ta savollarga barchasiga javob berganingiz uchun mana bu sovg'amizni topshiramiz. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Ishingizga rivoj. Mana antiqa savollar rukni o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatib turganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'ling.